Bu darsimiz ular bilan registrlar, xotira va uning eslash imkoniyatlari mavzusida bo'ladi. Hop, registr o'zi nima? Registr bu protsessor ichida joylashgan juda tezkor va kichik hajmli xotira blok. U ma'lumotlarni va ko'rsatmalarni vaqtincha saqlash uchun ishlatiladi. Bu esa protsessorni ishlash tezligini sezilarli darajada oshirib, protsessor uchun eng muhim ma'lumotlarga tezkor kirishni ta'minlaydi. Shu sababli har qanday hisoblash jarayonida markaziy rol o'ynaydi. Hop, registrlarni ikki turga bo'lsak bo'ladi. Bular umumiy maqsadli va maxsus registrlar turlariga bo'linadi. Umumiy maqsadli registrlar har xil turdagi ma'lumotlarni saqlash va hisoblash amallarida ishlatiladi. Dasturchi tomonidan bevosita boshqarilishi mumkin. Maxsus maqsadli registrlar esa ma'lum bir vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Masalan, dastur ko'rsatkichini, stek ko'rsatkichini yoki holat bayroqlarini saqlash yuzasidan ishlatilishi mumkin. Umumiy maqsadli registrlar akkumulyator AX, ya'ni arifmetik va mantiqiy amallarning natijalarini saqlash uchun ishlatiladi. Kirish yoki chiqish operatsiyalarida ham muhim rol o'ynaydi. BX, ya'ni baza registri, xotira manzilini hisoblashda baza ko'rsatkich sifatida foydalaniladi. Ayniqsa, massivda kirishga qulay bo'ladi. TX, ya'ni sanoq registri, sikllar va takroriy operatsiyalarda sanoq sifatida qo'llaniladi. Ko'rinish amallarida ma'lumotlar hajmini belgilaydi. Ma'lumotlar registri esa katta sonlarni, ya'ni 32 bitli amallarda akkumulyator bilan birgalikda saqlash va kirish-chiqish portlari bilan ishlashga foydalaniladi. Segment registrlarimiz ham mavjud. Ular CX, segment registrlar xotiraning turli qismlariga, segmentlariga, ya'ni kirishni boshqaradi. Bu esa protsessorga ma'lumot va kodlarga tartibli ravishda kirish imkonini beradi. Maxsus registrlar IP, CP, BP, CG va ularning funksiyalari haqida ko'rib chiqamiz. IP, ya'ni Instruction Pointer, bajarilishi kerak bo'lgan keyingi ko'rsatmaning manzilini saqlaydi, dasturning bajarilish oqimini boshqaradi. CP, ya'ni Stack Pointer, stekning eng yuqori qismidagi ma'lumotga ishora qiladi. Stekka ma'lumot qo'yish va olish amallarida ishlatadi. BP, Base Pointer, stekda joylashgan ma'lumotlarga kirish uchun asosiy ko'rsatkich sifatida ishlatiladi. C, Source Index, string operatsiyalarida manba ma'lumotlarining indeksini saqlaydi. Ko'chirish amallarida manba manzilini ko'rsatadi. D, Destination Index, string operatsiyalarida maqsad ma'lumotlarining indeksini saqlaydi. Ko'chirish amallarida maqsad manzilini ko'rsatadi. Hop, holat registrlari dasturning bajarilish holatini aks ettirish. Ya'ni holat registrlari protsessorning oxirgi amal bajarilishi natijasidagi holatni aks ettiruvchi bir qator bayroqlarni, ya'ni flaglarni o'z ichiga oladi. Bu bayroqlar shartli shakllarni va xato holatlarni aniqlash uchun muhim rol o'ynaydi. Mana bizda ko'rsatilgan 4 ta bayrog'imiz: carry flag, zero flag, time flag va overflow flag. Carry flag operatsiya natijasida yuqori bitdan to'ldirish yoki qarz bo'lganini bildiradi. Bu bayroq. Zero flag operatsiya natijasi 0 ga teng.
Bu bayroq o'rnatiladi agar 0 ga teng bo'lsa. Aniq. Operatsiya natijasi manfiy bo'lsa, bu bayroq o'rnatiladi. Overflow imzoli sonlar, ya'ni arifmetikasida natija registrini sig'imidan oshib ketganda o'rnatiladigan belgi hisoblanadi. Registrlardan samarali foydalanish juda muhim. Bunda dasturlashda optimallash usullarini ko'rib chiqamiz. Registr imkoniyatlaridan maksimal foydalanish kodning tezkorligini oshiradi. Chunki protsessor xotiradan emas, balki to'g'ridan-to'g'ri registrlardan ma'lumot oladi. Ma'lumotlarni registrlarda saqlash uchun ko'p ishlatiladigan o'zlashuvchi registrlarda saqlash xotiraga kirishdan ko'ra tezroq bo'ladi. Optimizatsiyalash bu esa dasturchilar va kompilyatorlar registrlarni eng samarali tarzda taqsimlashga harakat qilishadi. Qisqa sikllar tip sikllarda registrdan foydalanish unumdorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Hop, registrlarning zamonaviy prosessorlardagi o'rni. Ko'payadigan registrlar, ishlash samaradorligi va xotira iyerarxiyasi. Xulosa qilib aytganda, registrlar protsessorning miyasi bo'lib, har bir hisoblash, ma'lumot kuzatish va dastur boshqaruvi uchun asosiy vosita. Ularning turlari va vazifalarini tushunish kompyuter arxitekturasi va dasturlashni chuqurroq o'rganish uchun fundamental ahamiyatga ega hisoblanadi. Registrlar prosessorlardagi eng tezkor xotira turi hisoblanadi. Dasturlashda ulardan to'g'ri foydalanish dastur samaradorligini oshiradi. Ular har qanday hisoblash tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Shu bilan bugungi mavzumizga bag'ishlangan tugadi.